Xayrli kun ko'chlar. To'g'ri turgan Captiva'mizni katalizatorini eshitib akalar. Katalizatorlarni ko'ramiz. Mashina bo'g'ilgan, chek yongan, raqsuz ko'paygan, 4 ta 5 darajada kompyuter qilgan, programma qilgan, bir nimalar qilib tashlagan akalar. Aslida hamma kasallik mana shunda bo'lgan akalar. Ular nima qilsa ham hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Klient ustalardan xafa bo'lgan, короче говоря. Biz diagnostikani to'g'ri qo'yib, bular motor qilish kelgan. Bu aslida akalar motor yoki sep deb o'ylashgan. Sep ham joyida, motor ham joyida akalar. Biz diagnostikani to'g'ri qo'ydik. Ko'ryapsizlar, katalizator erib ketgan, ikkiga bo'linib yotibdi akalar. Ikkinchisini ham ochgin. Ko'ryapsizlar, katalizator yonib ketgan akalar. Captiva'larda Captiva 3 ta 3.2 motorda xuddi shunaqa mana shunaqa yonadi. Katalizatorlar ko'ryapsizlar, bunisi ham xuddi o'rtasidan bo'linib yotibdi. Vaqtasidan ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana shu katalizator akalar ko'ryapsizlarmi, strushkani. Katalizator erigandan keyin mana shunaqa strushka chiqadi. Motorga qarab ketib qoladi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu azbezni strushkasi, mana bunaqa strushkasini ko'ryapsizlarmi? Temir bo'ladi-da, u. Nima temir kukuni bo'ladi. Ikkinchi chasni mana qanaqa erigan ko'ryapsizlarmi? Yonib ketgan va shu. Podpiska, like, отметка akalar. Любой mashinani katalizatorlarini remont qilib beramiz. Agar ichi yaxshi chiqsa, primivka qilib beramiz. Primivkalar yo'lga qo'yilgan akalar, ko'rib turibsizlarmi? Poddavleni apparaturalari o'zini apparatlari poddavleni yuviladi akalar. Mana shu 30 talik shnankada poddavleni urilib, ximikatlar bilan yuviladi. Bundan tashqari akalar, yangi katalizatorlar ko'rib turibsizlar. Любой mashinaga yangi katalizatorlar bor. Yangi deysizlarmi, рабочий deysizlarmi, xomashyo deysizlarmi akalar. Xohlagan mashinalaringizga dizel mana bunaqa sajli filtrlar bo'ladi, dizellarni ko'ryapsizlar akalar. Ha, ko'ryapsizlarmi? Dizellarni katalizatorlari. Tahoe, Gelik, Range Rover va любой marka mashinalarga yangi va рабочий katalizatorlar. Xitoy mashinalariga hammasi katalizatorlar bor akalar. Aloqaga chiqinglar. Omon bo'linglar.